Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. 5-aprel kuni Index avtobozorida kommentariyaga yozilgan elektromobillarni narxini aytib o'tishga xudo xolisa qo'ldan kelsa harakat qilamiz. Birinchi o'chirda bilasizlar, men 7-da safar ketyapman. Ya'ni 15-da Xitoyda kanton vystavkasiga boshlanadi. Endi uning uchun nima qilish kerak? Do'kondagi Xiaomi kameralar ishlamay qolibdi va shuning uchun professional yaxshi kameralar o'rnatyapman. O'sha sababi mashinalarımizdan xabardor bo'lib turishga, bolalar soat necha-nechaga ishga kelib ketayotganligidan xabardor bo'lib turishga. Xo'p, kamerani uyimga ham o'rnatdim. Uyimda ham sababi Xiaomi kameralar edi, lekin professionalni kачествоni olib bera olmadi. Hozir Do'ron akam qo'ldan kelgancha qo'yib beryapti. Ichkariga bitta, tashqariga bitta qo'yamiz. Qanaqa kameralar qo'yib berasiz aka? Assalomu alaykum avvalambor. Hozir Neocam degan yangi kameralarimiz kelgan. Mana. Xudo xolisa mana 8 megapiksel. Ancha yaxshi, masalan, pad nomer odamlar yuzlarini bemalol idealni ola oladi. 20-30 metrdan bemalol aniqla oladi. Xudo xolisa qor, yomg'ir bo'ladimi, kunning issig'i bo'ladimi, 50-60 gradus bo'ladi, farqi yo'q. Bezatkasini ishlaydi. Aytganingizda temir, usti temir bo'ladi. Usti temir bo'ladi. Ikkinchi quruq yonadi odam o'tsa. Ha, odam o'tganda ogohlantirish beradi, shu man sani syomka qilyapman deydi. Qolgan payt o'chib turadi. O'sha odam o'tganda bu rang beradi, reski rang berib, kunduzgidek tiniq olishadi. Ha, yaxshi. Endi qancha bilan, misol uchun hozir men aytdim, spesialniy bu yerda endi ko'pchilik kelib bizdan mijozlarimizni avtomobil xarid qilishadi-da, zakaz qilishadi. Kelgungacha bir 2 oy, 3 oy vaqt o'tadi. Xudo xolisa mana shunaqasini qo'yib beryapsiz, ha? 2 oy, kamida 2 oy yozadi. Yog'i keyin yana sharoitga qarab yana qo'shsa 2 oyi, masalan, deylik 4 oy, 5 oy, 6 oygacha ham cho'zsa bo'ladi. Imkoni bor. Qo'shsa bo'ladi, zapchasini qo'shsa bo'ladi. Xo'p, endi xudo xolisa bunga qancha garantiya beryapsiz? Xudo xolisa tovar o'zi 2 yil garantiya beriladi. Bizning o'zimizning ishimizga 1 yil garantiya bor, xudo xolisa. 1 yil qaror. Boya telefon uyda qo'yayotganda, ustunovga qo'yayotganda akaga bitta odam telefon qildi-da, 5 yil oldin qo'ydirgan ekanlar. Endi 5 yildan keyin sal anaqa nimadir buzildi dedilar. Unda ham buzilmadi. U yerda ovoz chiqib qolgan, signalizatsiya, uni o'chirsa bo'ladi. No, klient o'zi xohlamadi, chunki yengilari chiqib ketganning hisobiga уже mayli boshqatdan yengilroq qolamiz. 5 yil bo'ldi dedi o'sha hisobiga. Bilamiz, Xitoy har soatda yangi kamera uchun yangiliklar chiqaradi. Shuning uchun xudo xolis kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni qoldiraman pastga, bemalol Do'ron akamga aloqaga chiqib, ustunovka qildirib qo'ysanglar bo'ladi. O'zingizlarni nima, security, shaxsiy security bo'ladi, xudo xolisa. Rahmat aka. Unas tursanglar, men endi o'zim sizlarni bugun ko'zinglar bo'laman, xudo xolisa. Ko'pchilik so'ragan narsani olib bermoqchiman. Ko'pchilik nima so'radi bizdan? Nima so'rashdi? BMW so'rashdi. Shuning uchun BMWlarni qidirib sizlar uchun narxini aytaman, xudo xolisa. Bugun boshqacha vips bo'ladi. Bugun o'zim tushishni xohlamadim. Nasibam uncha yo'lligi sababli. Nimaga nasibam yo'lligini bilasizlar. Ozgina dokumentatsiya bo'yicha sal muammolar bo'lyapti. Xudo xolisa mana BMWlarni qidirib kelyapmiz. Mana bu yerda Timur akamiz borlar. BMWlarni yaxshi sotadilar. Xo'p. Bugungi vipskamiz boshqacha bo'ladi. Men o'zim videoga tushmayman. Keling, BMWlar narxi bilan tanishib o'taylik, Timur aka. Xo'p, bu yerda ko'ryapman. Endi YouTube'da ko'pchilik BMW so'rashdi. BMW deymiz biz. Ko'ryapman, i5 yili bor. Mana nima bu? Bu i4 ML'lik nemetskiy. Ha, taqib olasizmi aka? Taqib olsa shu bugun BMWlarni polностью tushuntirib o'tamiz va Mercedes ham, qarang, mana Mercedes, BMWlar bor ekan. Bugun shular haqida ma'lumot berib o'tsak zo'r bo'lardi. i5 bor bu yerda. Keling, ichini oching, ko'rsating. Ko'pchilik i5 ga qiziqyapti. Biz ham mijozlarimiz ham. Dop opsiyasi bor ekan. Dop opsiyali, $7000 monitor, akustika sistema. Xo'p, gapiravering. Eng full pozitsiyalardan bu long versiya hisoblanadi, ya'ni orqasi kattaroq versiyasi. Uzunroq. Tushundingmi? Uzunroq bo'ladimi shunda? Ha, uzunroq bo'ladi. Orqa eshigi, orqa anaqasi biznes. Voy, mana monitorni eshitishim bo'yicha mashina o'zi $7000 turar ekan, dop opsiyasi aka. Xuddi shunday $7000 atrof turadi monitorlarning o'zi. Akustika sistema dop opsiya hisoblanadi. Ha, akustikasi monitorlar bilan. Mana bu ekan. O'ta ham uzun ekan akustikani. Xo'p, ichlari ko'rinib turibdi, sal haqiqatdan uzunroq. Mana bu bilasizlar. Ham oldi monitorlari jest orqali boshqarsangiz ham bo'ladi. Ha, yo'q. Yaxshi ekan bunda. Короче, eng full mashina, to'g'rimi? Eng full hozirgi kunda 35L hisoblanyapti. 35L, aha. Xo'p, orqasi haqiqatdan uzunroq ekan. Shuni bilinar ekan-a bu? Ha. Bilinar ekan aslida. Xo'p, orqasini ko'rsataman sizlar uchun. Ha, avtomat ekan. Uy, orqasi ham kattaroq ekan buniki. Xo'p. Ko'rdinglar? Buni narxini necha pulga olasizlar, aka? Hop, hozirgi kunda buni narxini bu ozgina probegi bor bizada. Qancha probegi? 9000 kilometr masofani bosib o'tgan. Kraskalar toza. Hop. Eng full pozitsiyasi bo'lgani uchun buni narxini chizilmaganmi?
Yo'q. Qayerga ketar ekan? Ketadi. Aha. Bu narxini 61 ming qilib beryapmiz. 61 ming dollar qilib Ha, beryapsiz. bu dop opsiyalini o'zi yangisini olib kelaman siz 74 ming 75 ming atrofiga tushadi. Ha, 74 ming 75 ming. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, i5 chum oldinglar akalar, xudo xolasa, kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol 95 lik 84446 ga aloqaga chiqarasizlar. Zakazga bo'ladigan bo'lsa 95 lik 398 46 ga chiqarasizlar. Endi buni aytib o'tsangiz. Hop, bu Aytor Aytor M50. u Aytor Bu nemetskiy hisoblanadi. Ha, nemetskiy уже. Bu Nemetskiy. Xitoy zborka emas bu. Xuddi shunday. Oching. Ko'rsin mijozlarimiz. Ochilmayapti? Voy. Ha, pultini olib chiqmabsizmi, kaltini? Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi, ochildi. Xo'p, orqasini birinchi ko'rsataman. Tanishtiravering, nemetskiy. Hop, nemetskiy eng full pozitsiyasi hisoblanadi. Bunda bu hop, ushbu avtomobilimizni ham ko'rib turingiz, salonlar takoy, head-up display, hamma qulayliklar mavjud. O'zi ko'pchilik biladi, eng hadavo va dersi ko'rinadigan avtomobil Aytor hisoblanadi. Aytorda bezramishli oynalar. Bezramishli oynalari bilan ushbu avtomobilimizda 5000 probegi bor. 5000 probeg. 5000 Bu ham probeg probeg. Xitoyni o'zida bosib o'tgan va avtomobil polniy broneplyonka qildirilgan. Ha. 100%. U Xitoylar ham yaxshi ko'rar ekanda broneplyonka qilish aka. Albatta. Mana bunaqa. Endi qimmat avtomobillarga qildiriladi u yerda. To'g'ri, to'g'ri. Buni ham orqasi kengina ekan. Lekin bitta nosini aytib o'taman, men har doim to'g'risini aytgan bo'laman, aka. Buni nosi orqasi sal Orqasi kichkina bo'ladi, nemetskiy bo'lgani uchun. Xitoylar bilasiz, orqasiga ko'proq e'tibor beradi, shuning uchun long versiyada ishlab chiqazadi. To'g'ri, to'g'ri. Orqasi ko'rib turganlarda sal kichkinaroq oyoq siqilib qoladi. Xo'p, buni narxini necha pul deyapsizlar? Hop, buni narxini hozirgi kunda 70 ming dollar deyapmiz. 70 ming dollar. Shunaqa qimmat mashinami bu? Albatta. Maqtar ham karbon ekanda. i5 dan ko'ra qimmatroq chiqyapti. Da, i5 dan qimmatroq ekan. 5 ming Buni yurgan. 35 eli ancha arzon turadi lekin. 35 euro. Da. Diskalari ham Michelin balonlar. Xo'p, ko'rib turibsizlar, derskiygina mashina. Xo'p, endi bunisi nima? i3 mi? BMW i3 40L Night Sport. Qizil rangi. 40 bu, 40. 40. Xo'p, qizil rang hech qayerda ko'rmaganman. Toshkent bo'yicha bitta deb aytsa ham bo'ladi. Ichlari ham qizil bardoviy ekan, qoyil. Lekin kalti yo'q ekan yonimda. Kalti yo'qmi? Mayli. Ichi 40 yil hamma biladi, i3 ko'pchilik biladi. Ko'rib turganinglardek, ma'mutlariga qanotda qo'yilgan ekan, orqalariga ishlovlar berilgan ekan ozgina. Endi qiziqqan odamlarga. Hop, panoramasi ochiladi buniki. Panorama lyuklari mavjud. Yaxshi. Buni nechta bo'lyapsizlar va nechinchi yil bu? 2024-yilga 2024-yil. eng full pozitsiyasi bo'lganicha ko'rayotganingizda oldiga body kitlar taqilgan. U zavodskoy emas. Bunikini zavodskoy orqa bagajda ham turibdi. Uni ham beramiz xohlasanglar. Xo'p. Tagiga body kitlar taqilgan, orqa tarafiga ham body kitlar taqilgan. Narxi? Narxini hozirgi kunda 38 ming qilib beryapmiz. 38 ming dollar. Tayyor keladi. Natarskiy tayyormi? Yo'q, nomiga chiqadi. Nomiga chiqadi avtomobillarimiz. Xo'p, bu nechinchi yil, bu nechinchi yil? Yilini aytamiz. Bu Aytorimiz 2024-yilga, 24. i5imiz ham 2025-yilga. 24-yil. 24 yil. Albatta. Xo'p, narxini bilib oldinglar. Endi men mersam sizlardan, a? Bu Mersan bizadan. Xo'p. Hop, bu o'zi aslini olganda Vito, lekin V-class qilingan. Bilasizlar, V-classda o'zi narxi necha pul turishini. Bu undan ancha arzonroq, ham 2024 yangi bez probeg. Ha, bez probeg yengimi bu? Yangi. Voy mashalloh. Bundan pul uchta bor. Necha pul deyapsizlar bu narxi? Hop, buni narxini 115 ming deyapmiz, yana kelishtirib beramiz. 115 ming dollarlik mashina bu. Voy mashalloh. Albatta. 2 turbo motor. 2 turbo motor. Gap yo'q. Xo'p, Benzin 13 tadan 18 tagacha ichadi. Bu ham i3. Bu i3 40L Sport, eng full pozitsiyasi, yangi bez probeg. Sizlar nuqul neobычный rang olib kelayotgansizlar. Naryoqda qizili turibdi, bu yerda ko'mgo'y turibdi. Bu avtomobil uchun neobычный rang bo'lgani ma'qulroq. To'g'ri lekin. Hamma ko'zga tashlanish uchun olishadi buni. Albatta. Xo'p, bu yili 24 buni ham? Buni ham yili 24 bez probeg. Bez probeg yangi. Necha pul deyapsizlar buni? Hop, buni narxini hozirgi kunda 45 ming deyapmiz. Ya'ni ustida ozgina gaplashamiz. Xo'p, yaxshi. Endi naryoqda ham BMW dan ko'rdim. Ketdimi? Albatta. Mers to'ymiz? Bor, Mers ham bor ekan. O'sha BMW, Merslarga ko'proq urg'u beringlar deyishdi-da odamlar. O'shanga qo'ldan kelgancha kelib olyapman. Mana Mercedes-Benz, qaysi tanishtiring? Hop, bu Mercedes-Benz EQE 350. 350 talik. 350 laridan eng full pozitsiya yili 2023-yilga 11 ming yurgan. 23-12-oy. Ko'rib turganingizdek, tashqi tarafida hech qanaqa defektli kraskalari yo'q. Hech qaysi avtomobilimizda hozir ko'rib chiqqanlaringiz ichida ishlari, salonlari ham yaxshi holatda. Bu ham probegli mashina. Da, bu ham probegli. Shuning uchun narxini ancha arzonroq qilib beryapmiz. Xo'p, narxi qanaqa buni? Narxi 57 ming dollar hozirgi kunda. 57 ming. Qancha yurgan bu? 11 ming kilometr. Pashta yurmabdi. O'zi meni fikrim shu
Mercedes bu 11 ming kilometr как yengil 11 kilometr hech narsa Tag'in emas. bilmadim. Buni yurganingizda shunaqa yumshoq, bu pnevma podveska ham unchalik yumshoq bo'lmaydi. Ha, yo'q. Bitta Mercedesda shu yoqda menga. Eng yoq. Yumshoqligi Ko'p bo'yicha. Mercedes sotdinglar sizlar. Da. Yaxshi, aka. Vamizlar ham bir o'zgacha ekan. Hop. Buni ham ko'rib oldik. Buni yilini bitta ko'ramiz hozir. Hop, yilini ko'radigan bo'lsak 2023 ekan bu, 3-oy. 23, 23-oy. 10-oymi? 3-oy. Ha. Necha pul dedingiz? Hop, buni narxini 57 ming dollar qilib beryapmiz. 57 ming dollar. Yaxshi. Leapmotorda taqdiri hozirgi kunda noaniq. Klientlarimizdan ham iltimos qilib qolgan bo'lardik. Akalar, agar ilojsiz bo'lsa, ozgina kutib turinglar. Ko'pchilik bizga o'zi pulini berib, to'lov qilib qo'ygan va endi 40 nomlarga chiqazib berganmiz. Voy. Sertifikatsiyaga borib kelganlar ham, lekin sertifikati chiqmayapti. Polni liplaniga. O'lni liplani o'zi. Mana shu 01 ham, 01 ham, 11 ham hammasiniki. Sabr qilib tursa bo'ladi, hal bo'lar ekan. 7-chida men o'zi ma'lumot berib o'taman sizlarga. 7-chida o'sha brak chiqqan Leapmotor yana qaytib kirar ekan laboratoriyaga. Menimcha o'tkazib kerak deb o'ylayman. Tag'in bilmayman. Xudo xolasa. Biz hech qanaqa ishga aralashmaymiz. Endi bizning davlatimiz ham tushungan holatda o'tkazib yuborsa juda yaxshi ish bo'lardi. Albatta. Keyin bunaqa avtomobil olib kelmaymiz dedi. Voy tavba qildim. Aka, mana yana bittamiz bor. Ha, bormi yana o'tdi? Ha, da. Oq, i3 oq, to'g'rimi? Oq. 40 yilmi bu? Bu 35 L. 35 yil. Yurgan probegi 4000 kilometr. 35 L. Ichi bardoviy. Hamma shuni oladi bor. Bardoviy svet juda chiroyli chiqdi. Buni eng yaxshi tarafi narxida deydi. Narxi zo'r. 32500 dollar qilib beramiz. Iye, chempion narxi kesibdi. Nimaga bunaqa arzon? Probegi borligi uchun kraskalari lekin toza. Tekshirib oladi. Oldin bemalol tekshirib olsa bo'ladi. Tekshirib olib ketsa bo'ladi. Xo'p. Nima nechinchi yil bu? Qancha Bu yurgan? 2024-yilga 4000 kilometr masofani bosib o'tgan. Yengil. Pashti yangi avtomobil. Yaxshi. Foydalanib qolsa bo'ladigan joylarga. Albatta. Yaxshi. Bitta savolim bor edi. Mana sotuvdinglar, Toyota turibdimi hali? Toyota BZ3mi? Ha. Da, bor. Sotildimi? Yo'q. Turibdimi? Yurish. Lyukli variantlari sotildi, bezlyuk variantlari bor. Ha, lyukligi sotildi, bezlyuki bor. Shu mashina menga yoqdi, to'g'risini aytsam, ko'rinishi chiroyli ekan. Endi sifati bo'yicha men bilmayman, to'g'risini aytsam. Mana Vitoli. Vitomidi, nima dedingiz buni otini? Vito. V-Class. Boshqacha ekan, bu. Arzir ekanda. Falon pulni aytib yubordingiz o'zingizdan. Yaxshi. Hammaga nasib qilsin akalar. Xudo xolasa bitta like bosib qo'yasizlar. Menga nasib qilsin degan akalar. Inshaalloh hammaga nasib qilsin shunaqa zo'r mashinalarni kelib xarid qilish avtosalonlarga. Toyota'dan keldi. Xo'p, mana yana i3 35 yil. E-Drive. E-Drive ya'ni elektromobil. Tumnisini ko'pchilik o'zbeklar so'ragan Tumnisini varianti. Buni ham narxini so'raymiz hozir. Buni narxi qancha aka? Bu yengimi 35 L. Bu probegli ham. Bu probegli 37 ming kilometr masofani bosib o'tgan 35 L. 2023-yil 12-oyda ishlab chiqarilgan. Buni ham narxi chiroyli, lekin sababi bor. Aytib o'tib ketaman. Mana shu chekkasida ozgina kraska bo'lgan. Xitoyning o'zida. Ichiga o'tmagan, lekin bemalol kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. O'zi bizning o'zbeklar, xitoyliklar bitta narsani aytib o'taman, juda ham qoyil qoladi. O'zbekni kassapravdagi kassaprav yo'q deydi. Real xitoylarning o'zi ham salto otib yuboradi-da. O'shanga bizlarni o'sha kassapravdagi bittada ko'rishni aytib berar ekanda. Bitta ko'rishni aytib beradi. Bitta ko'rishni aytib berar ekan. Bemalol xitoylar lekin bizning kraska qilganini bilmaydi. Shunaqa. O'zimning mashinamigina bilmagan. Mana mashinasi to'ppa-to'g'ri. Xo'p, keling. Aytib o'tib ketdik buni. Narxi aka, вообще yaxshi 28 ming dollar qilib beramiz. Tavba qildim. Bitta shu aybi shumi? Bitta aybi shu. Boshqa aybi yo'q hech qayerda. Juda yaxshi. Ham batarekalari ham yaxshi sostoyaniyada 37 ming yurgan bo'lganda. Aytgancha, ikkinchi qo'l mashina olayotganda do'stlar, bitta narsaga juda ham qattiq e'tibor beringlar. Instagram sahifamda ham aytib o'tdim. Обязательно yo'nqisini tekshirib olinglar. Sababi to'g'risini aytib o'tish kerak. Men har doim to'g'risini aytgan insonman. Sababini aytadigan bo'lsam, xo'p, Xitoyda ko'p qavatli uylarda yashashadi va ko'p qavatli uylarda nima 7 kilovatli zaryadkalar juda ham kam bo'ladi. Shu sababli bistri zaryadga qo'yadi va yo'nqisda tushish ehtimoli bor. Shuning uchun men maslahat bergan bo'lardim, 50 dollardan qochmasdan yo'nqisini tekshirib olinglar. Xo'p, bu nima? Bu i3imiz 40L Night Sport. Bu avtomobil xudo xolasa baraka bo'ldi. Bunga puli berildi. Buni narxini 37500 dollar qilib berdik. Ha, uje baraka bo'ldi bu, sotildi. Night Sport. Hammaga nasib qilsin akalar. Nasib qilsin deganlar bitta like bosib qo'yasizlar.
Atilabdan shu Mercedes Benz va BMW, BMW larning narxini aytib o'ting deyishganligi uchun qattiq aytmadim. shu bugun keldim, akalar. O'sha mehnat qadrlab bitta like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Nari yo'lida ham bor ekan BMW lar. Ha, u BMWimizdan baraka bo'lgan. Ha, u ham baraka bo'lgan. O'zi zo'r ketdi. O'shanga hamma so'rayotgan ekan-da, BMW oling deb. Albatta, chunki o'zi narxlari hamma davlatdan arzon bo'lib ketdi. To'g'ri. Bilsangiz, O'zbekistonda shunaqa arzon qilib tashlashadi. Biz iPhone'lar ham любой davlatdan arzonmiz. To'ppa-to'g'ri. Okay, mana shu narsaga qo'shilaman. Gap yo'q. Xitoyning o'zida ham bizdan qimmatda. iPhone'da o'zi ham. To'ppa-to'g'ri. $50 qimmat turadi Xitoyda iPhone'lar aytgancha. Hop, bunisi sotuvda 35L'imiz. Bu sotuvda? Da. 9000 kilometr masofani bosib o'tgan. Ha, Sostoyaniyasi yaxshi, kraskalari top-toza. Arshowcha deydi. Xitoyliklar Arshowcha degani bu yurgan, prebegli avtomobillar. Hop. Buni nechinchi yil? 2024-yilga. Ha, 24, почти yangi. Hop. Hamma joylar ideal, kraskalari yo'q. Kraska Top-toza toza. avtomobil, xudo xolasa. Sarapinalari ham yo'q. Narxi nima deyapsizlar? Narxini $33,500 deyapmiz. Yana kelishtirib beramiz, taxminan boshlig'imiz $32,500gacha berib yuborsa kerak. Ha, yaxshi. Xudo xohlasa. To'g'risini aytganingiz yaxshi. Siz o'zbek taraf bo'lib soting-da. Da. O'zbek taraf. Keling, mana Toyota'ni ko'rsataylik, mana shu haqida ma'lumot bering. Xo'p. O'zimga yoqqani uchun sizlarga ilindim. Xudo xolasa. Mana shu Toyota'ni bir ko'rinishi boshqacha ekan. Men aytgancha ko'rdim, Nodir aka, ya'ni Inamarka haydov aka ham reklama qildilar. Boshqacha ekan. Haqiqatda boshqacha. Menga yoqdi. Toyota BZ3. Mana qaranglar. Mana bunaqa, neobычный ochiladiganlik. Boshqacha. Bu Diskuchli ustuplari bor. Qo'yli. Ruliga o'tirsangiz, samolyotda rulda. Boshqacha akalar, nima deydi? Qoyil qolish mumkin. Boshqacha. Поворотниклар. Поворотниlar приkollilik. Ha, bunaqa поворотниlar. Yog'i. Ishqilib, menga yoqdi, shuning uchun bitta sizlarga ilinib qo'y dedim. Bu bezlik varianti ekan. Bezlik varianti. Bu narxi qanaqa buni? Hop, bizda buni yengillari ham bor, probeglari ham bor. Narxini 18,500 dan 19,500 gacha qilib beryapmiz. Gentra narxida. Albatta. Gentra 17,000. Bunaqa narxi 517 kilometr yuradigan avtomobil bo'lmasa kerak. Toyota brendidan. Sizdan? Ha. Necha kilometr deysiz? 517 kilometr masofani bosib o'tadi. Maşallah, batareykasi katta ekanda. Monitor sal kichkinaroq ekan. Bu menimcha oddiy pozitsiyasi bo'lgani uchun bizga kerak. Lekin yurganda o'ta yumshoq. Ha, yumshoqligi chempion. Yumshoqligi zo'r. Chempionlardan ancha yumshoq bo'ladi. Ayyo, BYD ham yumshoq, mashalloh. Yaxshi, hammaga nasib qilsin, akalar. Skromniy, puli yumshoqroq mashina so'ragan akalarimizga bemalol mana Toyota. Otini nima dedingiz buni? Toyota BZ3. Ha, BZ3 ekan. Zo'r. Xudo xolasa hammaga shunaqa zo'r BMWlar, Mercedes Benzlar nasib qilsin, akalar. Xudo xolasa bemalol kelib aytgancha bitta narsani so'ramoqchi edim sizga, mana bozor atmosferasini ko'rsatamiz. O'zimizning bozor, mana Lip motorchilar, Nettachilar hammasi bor bu yerda. Va bu yerda nima bo'lyapti? Bugun Xodong, ya'ni tadbir bo'lyapti. Artel arzon sotyapti. Rostdan narsalarni. Odam ko'p, menimcha arzonroq bo'lgani uchun hamma kelyapti, chunki arzon bo'lmasa kelmaydi-yu. Mana Index avtobozorimizni ko'rishingiz mumkin, bemalol atmosfera mana shunaqa bo'ladi. Men spesialniy okalar BMW Mercedes so'rashganligiga keldim. Yana bitta savolim bor aka sizga. Savolim shundan iboratki, nima temasi nima bo'lyapti? Narxlar oshyapti deyapti. Hop, endi narxlar oshayotgani shu utilizatsiyaning zbor deydi. Shu oshyapti. Utilizatsiyaning zbor. Da. Yo hozir уже 1-mayga yetmasdan turib уже mashinalar oshyapti narxi deyapti. Nu, balkim hammada har xil vaziyat, lekin bizada unaqa oshirayotganimiz yo'q hozirgi kunda. Shu narxda sotasiz. Biz o'sha narxda sotyapmiz. Yaxshi unda. Endi men eshitdim, bugun rosa ko'pchilik mendan telefon qilib chempionlar so'rashdi, u so'rashdi, bu Yana so'rashdi. bitta probeli avtomobilimiz bor. Yuanmi bu? Yuan Plus bu. Yuan Plus 510 kilometrlik 4-pozitsiya. Eng fulldan bitta bagaj elektron nimasligida farq qiladi. 4000 kilometr masofani bosib o'tgan, kraskalari toza. 2024 Assalomu alaykum. 2024 bu? Da. Xo'p. Narxi вообще zo'r. Qochinchi? Kalti yonimda. Ha, yoningizda emas, tonirovkalar bo'lgan ekan. 4000 kilometr yurgan. 4000 kilometr yurgan, yangi hisob. Narxi nechi pul? Narxini 21000 deyapmiz. Yana ustida gaplashsak Juda bo'ladi. arzon. 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 To'g'risi, men har doim aytaman klientlarga, qimmat bo'lsa qimmat deyman, arzon bo'lsa arzon deyman-da. Bilasiz-ku, ya'ni reklama, paxta qo'yib o'tirayman. Haqiqatda arzonlar. Iloji bo'lsa, klientlar shu 1-maygacha uspet qilish uchun ertaroq harakat qilishgani ma'qul. Chunki biz ham $3000 ga narxini oshirganimizdan bizga foydasi yo'q bu narsaning. Ha, to'g'ri. Короче, bitta gap bilan aytganda, sizlar ulgurib qolsanglar, bizdan duo haydab yursanglar, biz shunga xursand bo'lamiz. Xuddi shunday. To'ppa-to'g'ri aka. Temur aka zo'r, hammasini tanishtirib o'tdi. Xudo xolasa
mijozlar kelsa bizning nomimizdan kelsa kelishtirib berasiz 5 Xudo xohlasa aka. rahmat aka, charchamang. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. 5-apreldiga o'sha BMW Mercedes deb ko'pchilik yozgan ekan, o'sha narxini bilib oldinglar va yaxshi qo'ldan kelgancha ma'lumot berib o'tdi inshaalloh. 1-maygacha ulgurib xarid qilsanglar, o'sha utilizatsiya pulini ekonom qilsanglar, mana bitta duo qilib qo'yasizlar, xudo xolisa. Ko'pchilik tipirchilab qolgan, to'g'risini aytsam, ko'pchilik 1-maygacha ulgurib qolay deb bozorga kelyapti, narxlar sun'iy ravishda oshib boryapti. Ko'rishim bo'yicha tag'in bilmayman. Meni shaxsiy fikrimni aytaman o'zimni. Shuning uchun ulgurib qolsanglar, shu 2,5 mingmi, necha pul ekonom qilsanglar, men duo qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Xo'p, do'konimizni bilasizlar, har doimgidek S2 12:03 da o'tiramiz. Kamerachi akalar ham xudo xolasa ishni bitirib qolishibdi. Bizga ham menga ham ruxsat, ishlarim ko'p. Xudo xolasa video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha zo'r ma'lumotlarni berib yurishga harakat qilaman. Va 14-mayda yo aprelda xudo xolasa Xitoyga boraman. Xitoyda bilasizlar, Guanzhouda juda ham katta vystavka bo'lyapti. O'sha vystavkada qatnashib, qo'ldan kelgancha inshaalloh zo'r kontentlar qilib, sizlarga manfaatli kontentlar qilishga harakat qilaman. Inshaalloh keyingi sahifalarda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin.